Hasanboy tarafda ham kotej quriladi deganlarga zo'r variantlarimiz chiqdi. Kotej chokalarimiz endi Hasanboyda 65 mingga, tashqi tomonlari 100% bitkazib beriladi. Mana bu kotejlarimiz 14 ta yonma-yon ekan, 3 tasi sotuvda. 180 kvadrat metrli 4 ta xona, oshxonalardan tashqari podval qismlariga ham ega. 1.15 sotuv maydonga qurilyapti. O'zini hovlisiga ega, bemalol mashina izoh qilib qo'yish uchun joylariga ega bo'ladi. Xudo xolasa, bu kotej chokalarimiz shahar har xil nuqtalarda kotejlarni qurib topshirishyapti. Buni ham xudo xolasa tez orada bitkazib berishadi. 65 mingga arziydimi yo'qmi? Tashqi tomoni 100% bitadi. Ichkarini faqat remont qilsanglar bo'ldi. Hovlisilar ham hammasi bitkazilgan bo'ladi. Hurmatli mijozlar, pishkanchdan qurilgan mana shunaqangi zinalar orqali ikkinchi qavat chiqqanimiz, ikkinchi qavatni lomboz bilan yopishgan, patologlari balandgina bo'lyapti. Xonalarga ajratib mana shunaqangi holatga keltirib qo'yishdi. Hovlisiga qaragan oynalari bor, o'zini darvozalari, o'zini eshiklari bo'ladi. Rendada ko'rayotganingiz mana shunaqa holatga olib kelinadi. Bitkazgan obyektlari ham bor, uni ham rasmlarini qoldiramiz. Ko'chalari asfalt qilinib, xudo xolasa zo'r holatga olib kelib qo'yiladi. Bu obyektimiz Hasanboy postidan 1 kilometr o'tganda joylashgan ekan. 14 ta yonma-yon qurilyapti. 3 ta sotuvda, tashqi tomonlari 100% bitkazib beriladi. Narxlarni kelishtirib olishingiz mumkin.